ketadi. Agar ishlatsa ishlaydi hammom. Ha. Lekin kanalizatsiya suvi qayerga borib tutashadi, qayerga borib o'zini joyini topadi bilmaydi. Chunki 15-asrda qurgan o'sha hammashunoslar, hammom ustalari shunaqa bir mukammal kanalizatsiya tizimini yaratganki, hozir 21-asrda o'sha 15-asrdagi ustalarning ilmiga javob topolmayapti. Buni topish uchun fond buzib kerak-da. Ha, uni iloji yo'q buzishda. Amir Temur Shakir shahar ochirilgan. Amir Temur davrida qurilgan hammom ekan. Buni shu olimlarmi, nima o'rganuvchilar kanalizatsiya tizimini qayerga ketishini, qayerga ketayotganini bilishmayapti ekan, topisha olmayapti ekan to'g'risi. Ishlatsa ishlaydi deyapti hammomni. Prosta ichkari bekiq ekan, bekiqligi uchun ichkariga kira olmadik. Kirganimizda biz uchun ham, sizlar uchun ham menimcha qiziq bo'larmidi. O'zbek hammomi deb qo'ygan mana. Davlat muhofazasiga olingan deyapti mana. Davlat muhofazasiga olingan ekan bu. Buni buzib bo'lmaydi, boshqa qilib bo'lmaydi ekan. Shu 15-asrlarda, где-то 15-asrlarda qurilgan hammom ekan. Qashqadaryoda, Qarshida. Mana bizning legenda. asrda qurilgan hammom ekan bu. Bittasidan bir rivoyat eshitgan edim. Mana shu hammom haqida u ham. Sizlarga mana shuni bir aytib o'taman. Bilganlar bo'lsa bir kommentariyaga yozib yuborasizlar. Bitta hammom bo'lgan ekan, oldingi yili o'sha eski asrda qurilgan hammom bo'lgan ekan. O'sha hammomda shunday isiydi ekan, o't yoqmasa ham, boshqa yoqmasa ham, pechka yoqmasa ham issiq turardi ekanda ichi. Shuni olimlar o'rganamiz deb har bitta g'ishini raqamlab, mana shu mayda g'ishlarini raqamlab turib, buzib, yana buzgan, xullas sababini topa olmagan, qanday nimaga sababini topa olmagan. Raqamlangan g'ishlarni yana qaytarib joy-joyiga qo'yib qurishgan, yana qaytadan o'sha hammomni. Qayta qurganda hammom isimay qolgan. Qayta qurgan hammom isimay qolgan. Mana shu rivoyat haqida yoki bir hadismi bu, rivoyatmi bilmadim. Mana shu haqida kim eshitgan bo'lsa, iltimos bir ma'lumotini berib yuborasizlar. Bizga ham, qolganlarga ham menimcha qiziq. Ichkariga kira olmadik, ichkari bekiq ekan, qulf ekan. Ichkariga kirganimizda sizlarga ko'rsatgan bo'lar edik.